İmam Nevavining terjimali. İsmi, tug'ilishi va o'sib yetilishi. Shayxul Islom İmam Nevavi o'z davrining yetuk muhaddisi, faqih va rabbani olimi bo'lib, to'liq ismi Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husayn ibn Muhammad ibn Juma ibn Izam Nevavidir. İmam Nevavi o'z davrida emas, balki o'zidan burunqi yashab o'tgan faqihlardanmi uchratqili bo'lmaydigan parhezkorlikni o'zida mujassamlagan, nomi tillarda doston bo'lgan Allohning arif, zohid bandalaridan biri edi. Masalan, u Dimashq bog'larining idorchilik masalasida shubha bor deb qaraydigan bo'lg'achqa, u bog'larning mevalarini yemagan. U buni ochiq aytgan. U ommaviy munchalarga kirmaydi. Bir kecha kunduzda xubtandan keyin bir vaqt tomoq yeydi. Attigini bir yutumli suv ichib, shuni suhurliq hisob qiladi. Yemak-ichmak, kiyim-kechak qatorliq hamma ishlarda intayin iqtisodchan, turmushning qattiqchiliklariga nisbatan savrchan edi. U Ashrafiyya Darul Hadis madrasasining bosh shayxlik vazifasini ustiga olgan bo'lsa-mu, lekin madrasadan ozroq maosh olmagan, hadiyami qabul qilmagan. U faqat dadisi yurti Navodan akilib beradigan tatliq turum va anjir bilan oziqlanadi. Uchisiga yurtiga xos havrang kiyimi, beshiga shabaxdan sallasi kiyatdi. Bir vaqtda ikki xil yemeklik yemaydi. Vaqtini taat ibodatsiz o'tkazmaydi. Birov yo'qlab kelsa faqat salomni qiladi va zarur ilmiy masalalarga javob beradi. Agar yanada o'ltirsa, mashg'ul qilmaslik uchun o'qishga kitob beradi. Har bir harakat va yurish turishlarida, bosgan qadam va o'y xayollarida Allohni esidan chiqarmaydi. Yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'satdi. Sulton Zohirga ko'p qatim tuzish bergan edi. Sulton, "Men mushu Navaviydan boshqa hech kishidan aymanmayman" deydi va u buyurgan hamma ishlarni ijro qiladi. Ularning hammasi uning rostchilligining, ixlosining, ilm va amalda Allohning roziligini ko'zlaganligining natijasi edi. İmam Nevavini yaxshi amallarga muvaffaq qilgan, uningga ko'p yaxshiliklarni ato qilgan, fazli va saxiyliklarni to'kib o'tgan Alloh ayib nuqsonlardan pokdir, buyuk fazilat egasidir. İmam Nevavining fazilatlari va ish izlarini sanab tugatgili bo'lmaydi. Shogirdi Alauddin ibn Attar uning fazilatlari va ish izlari haqida ayrim bir kitob yozgan bo'lib, İmam Nevavi Hijriya 631-yili Muharram oyining o'ttiridagi 10 kunlarining birida, ya'ni milodiya 1233-yili oktyabrning keyingi yarmida bugungi Suriya Arab Jumhuriyatining g'arbiy janubiga joylashgan Dara viloyatiga qarashli Nava qasabasida tug'ilib cho'ng bo'lgan. Poytaxt Shamga 85 kilometr keladigan joy. U kichkidan boshlabla ziraklikda boshqalarni besib tushish bilan tunilgan. Qur'on Karimni mahallada yodlab tugatgan. Hijriya 649-yili, milodiya 1251-yili texi 18 yoshida Dimashqqa kelib 4,5 oy ichida At-Tanbih nomli kitobni ustozda o'qib tugatgan. Yilning qolgan qismida Al-Muhazzab nomli kitobning 4dan yodlab bo'lgan. U Shayx Kamoliddin Issoq ibn Ahmad al-Mag'ribiyni ustoz tutgan. Uning yanida o'quvchilarga dars takror qilib beradi. U 2 yilga yaqin vaqt beqinini yerga chaplab, qinib uxlab boqmagan. Ravahiyya madrasasida 651-yildan yilgacha ilm o'rgatish bilan mashg'ul bo'lib turib qolgan. Otasi bilan birga haj qilgan. İmam Nevavining ustozlari. İmam Nevavi o'z davrining yetiklari, islomni himoya qiluvchi kattalari bo'lgan nurg'un olimlardan ilm o'rgangan. Masalan, İmam Kamoliddin Issoq ibn Ahmad ibn Osman al-Maghribi, İmam Kamoliddin Sallar ibn Hasan ibn Umar Erbili, İmam Shamsuddin Abdurrahman ibn Nuh ibn Muhammad al-Maqdisi, Şeyh İzzeddin Ömer ibn Asad ibn Abi Ghalib Rebi al-Erbili, Qazi Ömer ibn Bundar ibn Ömer at-Tiflisi, Şeyh İbrahim ibn İsa al-Muradi, Şeyh Raziyuddin İbrahim ibn Ömer ibn Muzar al-Misri al-Vasiti, İmam Shamsuddin Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qudame al-Maqdisi, Şeyh İmanuddin Abdülkerim ibn Abdüssamed ibn Muhammad al-Ansari, İmam Tajuddin Abdurrahman ibn İbrahim ibn Ziya al-Fazari ibn al-Farah ibn al-Farkah, İmam Şihabuddin Abdurrahman ibn İsmail ad-Dimashqi, İmam Allame Cemaluddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Malik, İmam Ahmad ibn Salim al-Misri, İmam Hafız
Xolid ibn Yusuf ibn Said an-Nabulusi, Şeyh İbrahim ibn Ali ibn Ahmad ibn Fazl al-Vasiti, İmam Ahmad ibn Abduddaim al-Maqdisi, İmam İsmail İbrahim ibn Abi Yusr at-Tanuhi, İmam Abdülaziz ibn Muhammed ibn Abdülmuhsin al-Ansari, İmam Cemaluddin Yahya ibn Abi Mansur ibn Abil Feth al-Harrani as-Sayrafi. Allah Taala İmam Navavining vaqtiga barakat bergan, shundaqla uningga Qur'on sunnatni tegi yetib tushunadigan cho'nqur tushuncha ato qilgan. İmam Navavining shogirdlari. İmam Navavining qo'lida nurg'un fiqhshunoslar yetishib chiqqan va ko'plagan olimlar uningdan hadis rivoyat qilgan. Masalan, Qozi Sadruddin Sulaymon ibn Hilal ibn Shibl ad-Darani, İmam Alauddin Ali ibn İbrahim ibn al-Attar, İmam Hafiz Cemaluddin Yusuf ibn Abdurrahman ibn Yusuf al-Mizzi, Baş Qazi Muhammad ibn Abi Bakr ibn an-Naqib, İmam Badruddin Muhammad ibn İbrahim ibn Sa'dullah ibn Cema'a, Şeyh Aminuddin Salim ibn Abuddur, İmam Hafiz Şihabuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Abbas ibn Ja'van, İmam Şamsuddin Muhammad ibn al-Futuh, Abul Fath al-Hanbali, Şeyh Şihabuddin Ahmad ibn Farah al-Ashbili, İmam Rashid ibn Muallim al-Hanafi, İmam Alauddin Ali ibn Ayyub ibn Mansur al-Maqdisi, Şeyh Hibatullah ibn Abdurrahim ibn İbrahim ibn al-Barizi qatorliqlar. İmam Navavining asarlari. Allah uningga asarlari bilan mazhabdoshlari emas, balki boshqalarning mu foydalanish ne'matini tutatgan ekan. Ular hadis kitoblaridan yaxshilar bag'chisi, Al-Minhaj, Al-Azkar, Al-Irshad, At-Taqrib va At-Taysir, Al-Arba'un Navaviyya, At-Talkhis Sahihul Bukhari, ما تمس إليه حاجة القارئ لصحيح الإمام البخاري، مهمات الأحكام، الإيجاز في شرح سنن أبي داود، مختصر الترمذي، الخلاصة في أحاديث الأحكام قدرلقlar. فقه kitaplardan روضة الطالبين، منهاج الطالبين، المجموع، شرح محذب، تصحيح التنبيه، التنقيح، الأصول والضوابط، الإيضاح يكي في مناسك الحج، المناسك، المنصورات، كتاب التحقيق، مسألة الغنيمة، أدب الفتوى، مختصر التنبيه قدرلقlar. Qur'onga aloqador kitoblardan qarilarning adab qoidalari, tahzibul asma'i val lughat, al isharatu ila bayanil asma'il mubhamat, tahrirut tanbih qatorliqlar. Buningdan boshqa yana al maqasid, bustanul arifin, at-tarhiz fil qiyam, muxtasarul tabaqat, manaqib-i shafi'i qatorliq kitoblari bor. İmam Navavi surlik, salmoq kishi edi. Uning muborak saqilga oqsanjilgan bo'lib, quyosh nurdek chaqnaydi. U Quddusni va İbrahim Xalilulloh alayhissalomning qabrisini ziyorat qilgan. İbrahim alayhissalomga Allohning son-sanoqsiz rahmat va salomlari bo'lsin. U ziyoratini tugitib Navoga qaytib kelgandan keyin otasining yonida turgan va kasal tegib, Hijriya 676-yili Rajab oyining 24-kuni chorshanba kechasi, milodiy 1277-yili 21-dekabr vafot bo'lgan. Kindiq qani to'kilgan Navoiysiga dafn qilingan. Qabristonligi kishilar orasida mashhur bo'lib, riyosat ziyoratchilarning oyog'i hozirmi uzilmaydi. Salih va taqvodor kishilar kelib ketib turadi. Allah İmam Navaviga katta mukofotlarni bersin. Bizni va do'st yaradlarimizni uning bilan noz-ne'matlik oliy jannatlarda jam qilsin. Amin.